Yo jon tanlang yo men tanlang. Assalomu alaykum onam. Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum assalom bolam. Kel. Kelin olib ham tinchmas ekanda ona. Ish qilganingiz ish qilgan. Kelinam uyda yotibdi, damini olib, telefon ko'rib. Bari ishlar qolib ketdi. Kir yuvmasam bo'lmaydi. O'zi qanaqda? Bir og'zim aytsangiz bo'lmaydimi onagina? Ha, ukam ishda bolam. Yur endi uyga. Kel. Ovqat qo'yib ko'raylik. Siz bilan gaplashgan ekan. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga ona. Xitoylikka kelin qilib topibdi. Bolam, hozirgi yoshlar bilasan. Ovqat qilgani ham erinadi. Ukang kelsa urush qiladi yana. To'g'ri siqib qol-a? Assalomu alaykum aka, keling. Alaykum assalom kelin. Jimsiz? Doim kelaman, onam o'zi ish qilayotgan bo'ladi. Ertaroq o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi? O'zim ish qilaman desam ojonni o'zi boshlab oladi. Bering ojon, o'zim qilaman. O'zim qilaman dedim-chi, sabr qilsangiz. Ko'rding bolam? Hozirgi yoshlar shunaqa. Bu qizga bir og'zim gap ham gapirib bo'lmaydi. Endi ona shunaqa qilib rosta qilib, yalidan ish qilasizlar-da, o'zingiz tarbiya qilasizlar, yosh o'g'ilning kelini. Bo'lma deganingiz ojon, indamasdan ishlarsiz qilayotgan bo'lsam, shunaqa qilib o'g'lingiz bilan urushtirib qo'yapsiz. Bitta bo'lmasa menga duo. O'zingizlar rosta qilib ovqatinglar qilinglar. Men ketdim. Ket bolam. Rosta sapla. Assalomu alaykum ona. O'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom bolam. Keldingmi? Yaxshilab kelsin, menga bir minutga qarab oling. Men keliningizga qaracha oldim. Onam oldida gapirsang nima bo'lardi? Nima gaping bor edi? Akajon keladi, ojon bilan birgalashib yomonlashdi meni. Uydan ishga chiqib ketaylik, bo'lsam oyimga ketaman. Qayerga ketasan? Yurchi bir onam bilan gaplashib ko'raylik-chi. Sizlar ham hech bir murosa qilib o'tirmaysizlar ekanda. Keliningiz ketaman deyapti-yu, nima bo'ldinglar? Nimaga ketadi kelin? Ha bir ish buyurmasam bu qizga men. Sen ketganda uydan chiqmasa, kechgacha telefon ko'rib yotsa, nima uchun ketyapti? Men bu uyda yashamayman. Chiqib ketsak, kvartira olib chiqib ketaylik. Ojonning g'alavalaridan to'ydim. Yo ojon tanlang, yo men tanlang. Bolam, xotinning gapini. Chiqib ketamiz deydi. Nima dedim men bu qizga? Onasizlarda g'alviylardan to'ydim to'g'risi. Mashakka keldi. Men keliningiz bilan alohida bo'lib bir yashab ko'raychi men ham. Men buni yo'qlarga katta qilmaydimmi bolalarimni? Xotinning gapiga kirib. Yolg'iz sen yo'g'ini bo'lsa, xotinining gapiga kirdi bolam. Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tilla zariga berilma odam, sendan ham mendan ham qolar dunyo bu. Chiroyingga uchma hech aslo, sendan da hiylakor yolg'onchi go'yo.